O'yin tugayotgan paytda birgina zaxira ham amalga oshirildi. Bu safar sharhlovchilar ham kulib yuborishdi. Chunki tayyorgarlik ko'rayotgan futbolchining ampluasi endi darvozabon edi. Darvozabon, demak Zlatan oxirigacha o'ynaydi. Majbur, mahkum. Aniqrog'i Mourinyo shvetsiyalik hujumchiga gol urishing shart deyayotgandek. Gol urmasang o'yin tugagach ham maydonni tark etmaysan deyayotgandek. Va Zlatan o'sha ordona qolgur golini urdi. Shu senga kerakmi degandek urdi o'sha golni. Bu qadar ishonchni suiiste'mol qilish yaxshi emasdi. Dunyoda biror bir murabbiy Zlatanga bu qadar ko'p ishonmagan bo'lsa kerak. Shu bois Ibrohimovich Manchester United eshiklarini qarib qolganda ham bemalol tepib kira oldi. Yana ishonadi dedi u va ishonch haligacha davom etmoqda.